bo'yoq, soch bilan bo'yash masalasi har zamonda har xil shaklda bo'lgan. Rasululloh alayhisolatu vassalom davrlaridagi soch bo'yash bu asosan bugun bizni xalqimizda xina deb ataladigan hinna bilan bo'yalgan. U paytda erkaklar ham ayollar ham uni bo'yagan. Keyingi davrlarda o'ziga xos shakllarda bo'lgan. Ammo o'tgan asrning o'rtalariga kelib sochni bo'yaydigan bo'yoq ma'lum bir sochni ustini alohida o'rab oladigan lakka o'xshagan narsadan tashkil topganligidan ulamolar ko'pincha sochni o'sha bo'yoq bilan bo'yashlikdan man qilishgan. Chunki sochini ustini qoplab olib, qattiqlashtirib, xuddi bir ustiga bir ma'lum bir lakni, bo'yoqni bo'yab qo'yganidek, ustini qoplab olganidek bo'lganidan g'usulda sochga suv tegizishlik farzi tamom bo'lmasligiga sabab bo'lgani uchun ulamolar o'sha davrda unga demak ruxsat berishmagan. Ammo keyingi davr ulamolari yangi asrda, 20-asrda odamlarning soch bo'yog'i borasidagi taraqqiyotni o'rganib, hozirgi davrda soch bo'yoqlari ayollar uchun, erkaklar uchun chiqqan soch bo'yoqlarining asosiy qismida, ko'p xalq iste'mol qiladigan qismida sochini ustini xuddi lok kabi bo'yab olishligi, o'rab olishligi demak ehtimoli bo'lmagan bo'yoqlardan tashkil topgan deb qarab va o'sha asosida hukmni ham bugunda boshqacharoq shaklda bayon qilishgan. U ham bo'lsa hozirgi davrda shu do'konlarda sotiladigan oddiy soch bo'yoqlari bular sochni qamrab olmaydi, balki sochga singib oladi. Ma'lum bir davr turadi. Ana o'sha soch bo'yog'i g'usulga, tahoratga xalal bermaydigan bo'yoq bo'lganligidan ulamolar unga ruxsat berishgan. Faqat soch bo'yashga aloqador yana bir qisqa ma'lumotni aytib qo'ysak, Hanafiy mazhabida sochni qoraga bo'yashdan man qilingan. To'rtta mazhabda ham bu masala alohida bor, lekin Hanafiylarda sochni erkaklar qora rangga bo'yashligidan man qilingan. Qoradan boshqa rangga erkaklar jigar rangga yoki sal to'qroq jigar rangga bo'yashliklari joiz, ruxsat, ammo qoraga bo'yashdan tiyilishlari lozim bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.